Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayacağız. Leksiyada Sadakacı Rozi. Washington'da sözdeyimiz bugünkü sağış kemeğin 26. 50. ayının 14. günü vatandaş. Hepteki şembe. Bugünkü vaziyetimizin esak perşembe mi kaçan, cuma günü mü yaka kaçan, Cungo Kompartiyasının yaki Cungo mustemlikçi hakimiyet, siyasi hakimiyetinin en galcırlaşkan demleri. Yaki galcırlaşının ifadesi süptede hazır atalmış Cungo Halk Cumhuriyeti Halk Vekiller Kurultayı yapılış murasımı harpsızdı bir neçe dakika avval Cungo Milletler İttifaklığını ilgili sürüş kanuni deydiğen bir kanunu ilan kıtmış. Bu kanun ilan kılıngan iken avval Amerika Koşmuş Ştatları Kengeş Palatası Senatör yaki Kengeş Palatası Taşkı Münasebetler Komitesi'nin reisi Jim Rich, Senatör Jim Rich. Onun iken Amerika Koşmuş Ştatları Avam Palatası Cungo meselesi boyunca Fevkalade Komitesi'nin reisi John Mulliner. Katarlık Devlet Meclisi azaları, nüfusluk azaları. Şundaklı Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valiliğinin valisi Hukuk Vakır Türk. Ondan keyin Tayvan Kuruluk Komiteti Katarlık teşkilatla, nüfusluk erbapla ve organla bu kanun Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı doğrusu da ilan kılgan kanunu doğrusu da nurgun naiti icabi, naiti ilmi fikirlerini bayan kıldı vatandaş. Siyaset meydanını bayan kıldı vatandaş. Münasebet bilen şunu deyimiz ki Xitay galcırılışış baskıcığı kirdi. Xitay siyasi hakimiyeti hazır. Körenlikini ahırlaştırıp, yaki noçuluğunu, poçuluğunu mu ahırlaştırıp, o özü tabi halde ahırlaştırığını yok. Bu ahırlaşış halkara besim, Amerika Koşmuş Ştatlarının besimi, bütün dünyanın besimi, ve şundaklı kişilik hukuk teşkilatlarının besimi ve başkalarının hemmisinin besimi aldı da Azeri Cungo Kompartiyası'nın siyasi hakimiyeti sakrat işte vatandaşlar. Şuna milletler ittifaklığını ilgili sürüş kanun layihesi deydiğen bir kanunu mağallak. Milletler ittifaklığını ilgili sürüş emez. Evvel eğer sen millet yaki bir devlet, yaki bir siyaset belgeleştin bildiğin bir hakimiyet bulsan, avval hukukta beraberlikini takidlesen, belki bu senin müstemlike başvuruş, usulündeki bir özgürlüş bulup kılışı mümkün idi. Hazır sen hakimiyet beşide turganda şundak fikir kılsak, şundak bulup kılışı mümkün idi. İkinci noktanın etiqav vaxtada, senin hazırlıkı turgan ahvalın yaki vaziyet ahvalından etqanda, sen bunu qandaq vaqt ilan kıldın? Vaqt kaçan? 3. ayının 12. günü deyli. Bugün 14-13. ayının 12. günü deyli. Bu vakit kaçan halkara vaziyetten etqanda. Hazır İran'a etilip atqan bir pay ok. Ameliyatı bu ok küçük gelip, Cungan xeynin dervazısı tegip atqan bir vakit. Halkara vaziyet ana şundaq vakit. Hazır torpettirdiki inkasla ve yazmışlığa asaslanganda, bu kıtım 3. ayının 31. günüdün 4. ayının 2. günügüce Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret kıldı. Bu ziyaretke tünügün diginimizde sabık Kengeş Palatası'nın azası Senatör Marco Rubio, bugünkü Amerika Koşmuş Ştatları
ning davlat ishlar kotibi Marco Rubio Prezident Donald Trump bilan birga Beijingga ziyoratga bordi. Beijingga ziyoratga bordi. Mushu tariqada o'rinlashtirish bu bir ish. Diplomatiya sohasida bu bir ish. Yaqindan bir so'zlab keldik. Bu qatim Jungo safarida yoki Jungoning raisi Xi Jinping bilan suhbatlashadigan mushu paytda Prezident Donald Trumpning siyosiy qat'iy maydoni qat'iy. Nima o'tgankidek savdo tijorat ishi emas. Balki dal mushu vaqtda hozir ata yakshanba kundan boshlab dushanba kunigacha 2 kun Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Scott Bessent Parijda Jungoning muavin vaziri Xefeng şunun bilan suhbat o'tkazdi. Bu suhbatning natijasida temalar nima, mavzular nima bilgani bo'lmaydi. Ata anglaymiz uni. Biroq hozir paytda, masalan, mushundaq paytda Prezident Donald Trump Junguni ziyorat qiladigan bir paytda sen Millatlar Ittifoqligini ilgari surish qonunini e'lon qilib, Bizning meydanını ifadelemoqchimi yoki Jungo Kompartiyasining maydoni shu deb Amerika tarafga ko'rsatmoqchimi yoki o'zining g'oldirligini yoki vahshiyligini ko'rsatmoqchimi yoki Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyatining sakratga tushganligini oshkorlamoqchi. Bu tarafga bizga qarang'u vatandosh. Mavzuni anglash avval Jungo Millatlar Ittifoqligi yangi qonunni ma'qulladi. Tashqari dunyo shundoq dedi, assimilatsiya qilish va bostirish siyosatini qonunlashtirmoqchi bo'ldi deb ansirashga boshladi. Mavzuli xabar 3-oyning 14-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar bunday boshladi. Washington. Jungo haftaning 4-kuni, 3-oyning 13-kuni ma'qullagan aloqador taraflar Millatlar Ittifoqligini ilgari suradigan yangi qonunni ta'riflagan. Qonunni jumladan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq valiyligini o'z ichiga olgan arboblar bu qonundan ansirashga boshladi. Ular bunday ansirdi. Jungo uzundan beri ijro qilgan assimilatsiya va bostirish siyosatini davlat qonuniga kirgizdi. Va hozirgi osonliklarni bostirayotgan harakatlarni qonun bilan ta'minlamoqchi bo'ldi deyishdi. Bu bir parcha mavzusi Jungo Xalq Jamhuriyati Millatlar Ittifoqligini ilgari surish qonuni deb mavzu qo'yilgan bu qonun 3-oyning 13-kuni yilda bir qatam ochiladigan rezenka tamgı deb qoriladigan mamlakatlik xalq vakillar qurultayining yepilish harpisida ma'qullandi. Qonunda Jungo millatlari o'rtaq eni degan bu atalg'u ko'p ta'kidlandi. Qonunda yana o'qish yoshidagi o'smirlarning ommabop Xitoy tilini o'rganish majburiy ma'rifni tamomlashi, yoshlar o'smirlarning davlat tili ommabop Xitoy tilini asosiyatdan egallashi talab qilindi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq yuqori darajalik amaldori qonun tuzish shaklida assimilatsiya qilish siyosatini muqimlashtirishdan xatari to'g'risida to'xtaldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq valiyligi ishxonasi haftaning 5-kuni Juma universal matbuot 2 sahnasida bunda ko'rsatdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq valisi Walker Turk
Mundaq ko'rsatdi. Çünki Xalq vakillar qurultayı ma'qullagan atalmış Milletler İttifaqlığı kanunidan ensireymiz. Çünki bu kanun şeklinde assimilasiya siyasetini muqimlashtirish xateriga ega deb ensireymiz. Çünki bu kanun şeklinde assimilasiya qilish siyasetini muqimlashtirish xateriga ega. Hem az sonliq millatlar muarifini cheklash xateriga ega. Hem de dini itiqad ve medeniyet erkinligini çeklaydi. Bu kanunların söz ibarları, maddeleri, söz matbuat erkinlik, itiqad ve yığılış erkinligini çeklaydi. Azsallık milletlerinin tinç yolu bilen hukuk işletişini cezalaydı. Kişilik Hukuk Komiteti Valilik İşhanesi yine devamlılık mındaq yazdı. Xalqaro kişilik hukuk kanunu her qaysi ellər milletlerini qoğdaşını, tilni, dini itiqad gruplarını qo'llashni, milletlerinin özlükni tunishini qo'llashni talab qiladi. Xalqaro qonun juma bu. Amerika Kengash Palatasi Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi bu kanun. Reisi Jim Rich bu kanun shaxsning huquqini qadam-qadam bostirishga ilib boradi deb ko'rsatdi. Kichik mavzu senator Jim Rich juma kuni ikki sahnesida mundaq ko'rsatdi. Bu türlük Milletler İttifaqlığı yangi kanuni maktablar, shaxslar ve her qanday Cumhur hukumatiga qarshi turadigan kishilarni qadam-qadam bostirishga ilib keladi. Xudo sana bergan dini itiqad erkinligi sana ölüm cezası beradigan jinoyatga aylantirilmasligi lozim. Tayvan Quruqlik komiteti mundaq ko'rsatdi. Bu komitetning muavini hamda bayonotchisi Liang Weijie bu kanun to'g'risida ko'z qarashini muxbirlarga so'zlab berdi. Bu kanun Xi Jinping iddiasining qonun shakliga kirgizilishidir. Cumhur milletleri ortak engini yetildirishni maqsad qiladi. Bu kanunning 63. moddasi Cumhurning sirtidagi tashkilotlarga va shu shaxslarga qaratilgan. Şuna hushyor bo'lishimizga to'g'ri keladi. Bu kanunning so'z iboraları mujmal. Şuna beş dairesi intayin keng. Yani ketiliş dairesi intayin keng. Bu kanun qandaq shar'iylise shundaq shar'iylashga bo'ladigan kanundir. Kişilerge qandaq jinoyatni kaydirib yoki chaplab qo'yimiz desa bo'laveradigan kanundir. Bu kanunga uygun kelmagan ishlarni mushu qonun bo'yicha jazolasa bo'laveradi deydigan kanundir. Amerika tarixchilari ve tarixchilar tarix ilmi sahasini ve shundaqla Yaponiya tarixchilari ve tarix ilmi sahasini yoki Tayvanning tarihi sahasını ve ilmi sahani, medeniyet şunaslarını, ilim sahasını cezalısı mı? Çünkü onun bu kanunu bu içe hiç kandak kişi yüz vermeydi. Cezalısımı hiç kandak eş yüz vermeydi. Bizden geçirinler vatandaşlar. Bu hem de bu kanun tügüde kanunun ikinci mavzumuz mundaq oldu vatandaşım. Bugün yoki tünügün Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump İranga munosabatlik urush to'g'risida mundaq to'xtaldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump mundaq ko'rsatdi. Tarixiy xarakterlik g'azab harakati
avvalqı 14 gün içinde İran terörist siyasi hakimiyetini eğer talap etke uçurattı. Amerika, İsrail'e askeri kısımları devamlı şiddetli hücum kılıdı. Mavzulu haber 3. ayının 14. günü Amerika avazdan Xitay tili programı ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump bundak ko'rsatdi. Tarixiy xarakterli g'azab harakati boshlangan 2 haftadan beri İran terörist siyasi hakimiyeti eğer dereceli zahmelendirgendiğin keyin Amerika ve İsrailiye askerleri kelgüsü bir neçe gün içinde şiddetli hücum kazgaydı. Haftanın 4. günü Perşembe, 3. ayının 13. günü rekordur alıngan, haftanın 5. günü anlatılgan, herkes ahbarat sahnesi de anlatılgan, telefon ziyaret hatırısı da Prezident Donald Trump İran siyasi hakimiyeti doğrusu toxtalganda mundaq ko'rsatdi. Biz bundan keyingi bir hafta içinde bulağa, yani İran'a şiddetli hücum qilamiz deb ko'rsatdi Prezident Donald Trump. Bu qatimqi harakat qo'lga keltirgan natijalar to'g'risida to'xtalganda Prezident Donald Trump mundaq ko'rsatdi. İran bu siyasi hakimiyetini eğer talap etke uçurattık. Biz ulanın bu kısım raketasını tarmar kıldık. Nurgulgan ademsiz aeroplanını tarmar kıldık. Bizden İran'a zerbe berişimizden derdisi, 2. Dünya vuruşudan biriki her kandak bir düşman devlet uçurap bakmagan zerbi idi dep ko'rsatdi Prezident Donald Trump. Amerika Qo'shma Shtatlar Avam Palatasi Jungo meselesi bo'yicha favqulodda komitet. Endilikda yuqorida Cumhuriyet senatör dedik o Kengash Palatasının ifadesi değil. Endi hozir Avam Palatasının Jungo tuzgan yangi qonun to'g'risidagi ifodasi vatandosh mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlar Avam Palatasi Jungo meselesi bo'yicha favqulodda komitet. Jungoning Millatlar Ittifoqi qonuni George Orwell shakillik Xitoychalashtirishning ko'langisidir deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 3. ayının 14. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington, Amerika Avam Palatasi Jungo meselesi bo'yicha favqulodda komitet 3. ayının 13. günü mundaq ko'rsatdi. Jungo'da yangidan o'tirg'i chiqqan Millatlar Ittifoqligi qonuni kun sayin keskinlashayotgan George Orwell şekillik Xitoychalashtirish harakatining ko'langisidir. Cümleden Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti yuqori derecelik valisinin ansirashlerini öz işçiga algan halda siyasi erbaplar bu yeni kanundan ansirashga başladı. Jungo uzundan bir yol qo'yib kelayotgan assimilyatsiya qilish ve bastırış siyasetlerini kanunga kirgizish orqali hozirgi azsalliq millatlarga qaratgan bastırış siyasetlerini kanun bilan ta'minlamoqchi bo'lganlikdir. Jungoda rezinka tamg'i deb qaraladigan xalq vakillar qurultayi payshanba kuni qurultayda yepilish oldidan ma'qullagan Jungo Xalq Cumhuriyeti Millatlar Ittifoqligini ilgari surish qonunini mavzuluq yangi qonunda Jungo millatlar o'rtaq gavdasi engini yasab chiqishni ko'p qatam ta'kidladi. Ve barliq o'qish yoshiga yetgan bolalarni davlat tili ommabop Xitoy tili bilan tarbiyalash majburiy muorifni Xitoy ommabop tilida umumlashtirish talab qilindi. Avam Palatasi Jungo meselesi bo'yicha favqulodda komitet Jungoning atalmish yangi qonuni George Orwell
şekillik Xitayçılaştırış hareketinin külengisidir dep atadı. Endilikte sizler yetkizgan haberimiz emas. Kısa haberlerimiz anlaysınız vatandaş. Kısa haberler mındak. Amerika katı kol saldı. Teşhüreş Xi Jinping'in beşiği geldi. Devlet İşler Katibi Marco Rubio, Prezident Donald Trump bilen billa Xi Jinping söhbetiga qatnaşadigan bo'ldi. Amerika Jungo Kompartiyasining harbiy bazasini tekshirib topdi. Ümit sadasi 3. ayının 13. günü yutib o'tadi. Yana bir xabar, Amerikani tushunish kerak. İranga zarba berish zo'r strategik siyosat. İranni elish, Jungo Rossiyani ajizlashtirish, Tayvanni kuchaytirish. Amerika Jungo diplomatiya ve geopolitik siyosati har qanday bağlışını üzüp tashlash va hokazo. Axborot yashmisi 3. ayının 13. günü yutib. Xi Jinping xandallığı yolga chiqdi. Mao Zedong'ning ölüm sandığı yaqinda yetkab ketildi. Nereden geldi avaz? Nereden geldi vatandaş bu avaz? Bana dikkat kılınlar vatandaşım. Amerika Jungo diplomatiya ve geopolitik siyosatda her qanday bağlanaş üzüp taşlandı. 3. ayının 13. günü yutib axborot yashmisi. Xi Jinping xandallığa yolga chiqdi. Mao Zedong'ning o'lik sandığı yaqinda yetkab ketildi. Xoliren torbiti 3. ayının 13. günü yutib. İki qurultay yapılgandan keyin yüz bergen zor özgürüş. Xi Jinping bilan peshqadamlar munosabati uzil kesil yemirildi Jungoda. Peshqadamlar burunqi siyosiy sahnasida turgan odamlar. Endilik Xi Jinping ular bilan bo'lgan munosabat uzil kesil yemirildi. Ümit sadasi 3. ayının 13. günü yutib. Tayvan bo'g'zi vaziyati yuqori parchalanishni olib keladigan bo'ldi. Yani bir xabar Amerika İran neftikini tüp-töz qilib etdi. Prezident Donald Trump öz ağzı bilan oshkorladi. Rossiya Jungo urushga qatnashdi. Vladimir Putin İran uchun suhbatga o'tirmoqchi bo'lgan edi, lekin rad qilindi. Ümit sadasi 3. ayının 13. günü yutib. Yana bir xabar, Prezident Donald Trump Jungoni yana bir qatam ziyorat qildi. Bu ziyorat Jungoning hayot mamatlik taqdiriga barobar ziyoratdir. Arlaqda biz sözü geldik siyala esangiz kelsa vatandoshim juma. Musha endi mushuna qo'yilibdi, musha qisqa xabar ustida yana bir olib o'tam. Prezident Donald Trump Jungoni yana bir qatam ziyorat qildi. Bu degani 2017-yili Jungoni bir qatam ziyorat qilgan edi, endi yana bir qatam ziyorat qilamdi deb qo'yilayotgan savol o'tandi. Bu ziyorat Jungoning hayot mamatlik taqdiriga barobardir. Endi o'tganda biz ishonib keldik, yaman qattiq bu qatam safar. Hozir tahlilchilar mandaq dedi, torbiti bundaq dedi deb sizlarga misolni keltirib bo'ldik. Endi bu yerda bu ikkinchisi bir qisqa xabar shaklda yetib ketdi. Nima deydi? Jungoning hayot mamatlik taqdiriga munosabatli. Bu qatam Prezident Donald Trumpning Jungoni ziyorat qilishi Jungoning hayot mamatlik taqdiriga munosabat. Xoliren torbiti 3. ayının 14. günü yutib.
Yana bir xabar. Zo'r darajada askar chiqarish. İran'da yanğan ot Cungo Kompartiyasiga tutashdi. Başta aytdik-ku, İran'da etilgan bir pay ok Cunnan xeyning darvozasiga tegdi deb o'tandish. Hozir men nim deydi? Zo'r askar chiqarish. İran'da yanğan ot Cungo Kompartiyasiga tutashdi. Xi Jinping hozir yeni bir ciddi paytga kirdi. Yani Şangan, Hong Kong, Li Jiying yaqinda 20 yillik qamoq jazosi berilgan edi. Shunaqa. Hozir shuni, yani Li Jiyingni Şangan'a ailesiga topshirib berdi degan bir xabar keldi. Shuni nima deymiz bu yerda hozir Xi Jinping yana bir vaziyatga kirdi. Yani o birinchi bo'lib Şanganlik, yani Hong Konglik türmege 20 yil kesilgan Li Jiyingni ailesiga topshirib berdi. Yana bir xabar. Amerika armiyasi İran'da qo'rg'oloq chiqdi. Dengiz armiya qo'rg'oloqda jang qilg'ich qismda hujumga o'tdi Amerikaning. Juzidin torbiti 5-ayning 14-kuni yo'tib. Kubada olam o'zgarishi yuz berdi. Xi Jinping yana qancha vaqt puttirib tura oladi? Holerin torbiti 5-ayning 14-kuni yo'tib. Müşa kirişimizde yana bir torbette qisqa xabarda shundoq deyildi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarning federal tekshirish idorasi allaqachon Kuba kirib bo'ldi. FBI degan tashkilot yoki qurilma hukumat organi, tashkilot emasmi, hukumat organi hozir Kubaga kirib bo'ldi. Kubada olamshumul o'zgarish yuz berdi deydi. Aralıqda prezident Donald Trump o'z og'zi bilan aytib, Kuba bir necha hafta ichida gumron bo'ladi degan edi vatandosh. Bugun xabarlar shunday yetib keldi. Lekin yozma xabar yetib kelmadi. Yozma xabar yetib kelganda bu to'liq ochiq bo'ladi vatandoshlar. Yana bir xabar. Jungo iqtisodiy yemirilish yetib keldi. To'lib deb ketmoqmish. 3 yil, 4 yildan bir Jungo iqtisodiy yemirildi, gumron bo'ldi deb. Vaqti kammigacha bu tasgibga vatandosh. Endi vaqt keldimi qanday bugun buna? Yani depti Jungo iqtisodiy yemirilish yetib keldi. Xi Jinping xuddi Jangje shu o'xshash quruq so'zlaydigan bir eg'iz bilan qoldi deydi. Ayni chog'da Jungo iqtisodiy yemirilganda Gomindanning rais Jangje shuna quruq so'zlaydigan kunga qolgan edi. Bugun Xi Jinping ham shunga o'xshash quruq so'zlaydigan kunga qoldi yoki bir eg'iz qilib qoldi, boshqa ishim yo'q deydi. Xoshi axboroti 5-ayning 14-kuni yo'tib. Tayvanlik professor Meng Jujing maxsus baş qildi. Jungo Kompartiyasining oxirgi taglik talishi yoki oxirgi hisobotni o'tirib qo'yishi. Prezident Donald Trump bilan Xi Jinping ko'rishishdan burun Amerikaning strategik irodasi tagliki oshkorlandi. Amerika vaqtdan Beijingda nima deydi? Burun nima deb kelgan? Endi bu oshkorlandi dedi. Xi Jinping nima deydi? U o'zining tagligini qo'yib berish mumkin. Bu oshkorlandi deydi. Demak, bu qatimqi suhbat Beijingda ancha kim suhbat emas vatandosh. Amerika Jungo geopolitik strategik munosabatlar uzildi. Boshda bir aytdik. Amerikaning Jungo bilan bo'lgan geopolitik munosabatlar uzildi degan. Endi bu yerda Tayvanlik professor shunday deydi. Amerikaning Jungo bilan bo'lgan geopolitik munosabatlar uzildi deydi. Uzil kesil uzildi. Axborot yetmisi 3-ayning 14-kuni yo'tib. Beijing ijtimoiy farovonlik idorasi echinishla qalg'a tushib qoldi. Jungo taslim bo'ldi. Xi Jinping uzil kesil yukindi, taslim bo'ldi. Hatta nomusni qayirib qo'ydi. Shavla maliyasi 5-ayning 14-kuni yo'tib. Jungo amaldorlari mundaq deyishdi. Amerika hukumati Li Jiyingni haliqa Şanganlik matbuotchi qo'lga olingan 20 yil kesilgan Li Jiyingni turmadan qo'yib berishni talab qildi. Demak, yuqorida qo'yib berildi dedi, talab qildi, oxirida ketdi. Bu sababi keyin qilib qolib kechiringlar. Prezident yoki Amerika Qo'shma Shtatlari Li Jiyingni Şangan, ya'ni Hong Kongning
matbuot xodimi lejingni qo'yib berishini talab qildi. Boshida ailesi qo'yib berdi dedi vatandaş. Xolerian torbiti 3-ayning 14 kuni yutdi. Biz hozirlar bir abzasda bir qisqa xabar nima dedik? Jungo taslim bo'ldi dedik. Jungo taslim bo'ldi dedik. Esinglarda 2018-yil, 2019-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo o'ttirisida savdo urushi boshlanganda shu vaqtda prezident Donald Trump, shu vaqtning prezidenti Donald Trump keskin harakat bilan savdo, embargo, savdo, tamojna, savdo ta'tir farqi, savdo, dunyo savdo tashkiloti hamma narsani eg'izg'ilib, Jungo bilan shunday shiddatli savdo urushi qilgan vaqtida matbuotlarda shunday gap o'tirib chiqaradi. Bir cümle arziydigan, til aldigan bir cümle. Hazır teslim bol. Hazır teslim bolsan, üyri turup, qo'lingni ko'tarib teslim bo'lasan. Agar kechikib qolib teslim bo'ldigan bo'lsang, kechikib qolsang, u vaqtda yukinib o'ltirib teslim bo'lasan degan edi. Mana bugun Rais Xi Jinping yukinib o'ltirib teslim bo'ldi. Ben çünkü sizlerle sözümde Can Fonşikar'ın ne dedi? Hazır Xi Jinping kelişim ki imza koydu dedi. Kelişimde tanıştırmadı ve Reis Xi Jinping kandak kelişim ki imza koydu dep onu şerhilemedi. Xi Jinping özü bunu eğizgeliş cüret kılanmadı dedi. Bu kelişim aralıkta biz vatandaşlara sözlegende ben Amerika bilen uruş kılsam kılman ki bu kelişimge imza koymayman degan kelişim şu bo'lishi mumkin. Hozir bu kelişimning umumiy mazmuni o'tirg'i chiqqani yo'q. Ishqilib, Rais Xi Jinping kelişimge qo'l qo'ydi. Jan Fonşikar'ning so'zi bilan aytganda qo'l qo'ydi. Demak, Uyg'urlarning bir maqol tamsili shundoq joyida keldiki, barmayman degan tugmanga 7 qatim beribdi. Teslim bo'lmayman degan Xi Jinping 7 qatim teslim bo'libdi yoki teslim bo'lmayman degan o'ri turib teslim bo'lishni xohlamagan Xi Jinping bugun yukinib o'ltirib teslim bo'lishga ma'qul bo'libdi. Agar vaziyat mushu taraqqiy qilib keladigan bo'lsa, vatandash millatlar munosabati, millatlar ittifoqligini ilgari surish qonuni. Rais Xi Jinping jonaqa shu narsani bo'lsin. Sizlarning qonun deganinglar qonun emas. Agar sizlar qonun deb tuzib bu qonunni Tibetga, Uyg'urga tatbiq qilsanglar, Uyg'urlar bu sizlarning qonuninglarni toilet paper tarixxona qog'oziga baravar qilmaydi. Chunki ikkinchi bir millat nima Xonandan, nima Shandongdan, nima Dongbidin, nima Guangdongdan kelib Uyg'uristonda Uyg'urga hukmronlik qilishi tabiat qabul qilmaydi. Allohning irodasini qabul qilmaydi. Bo'libmi g'arb dunyosi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi davlat qabul qilmaydi. Bo'libmi g'arb dunyosi Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Trumpdek prezidentlar buni qabul qilmaydi. Sening isming Xitoy ekan, sen qonun tuzib Uyg'ur degan millatning ustiga yurgiziman desang aqmaydi Xi Jinping. Şunu senin bu kanunun mu? Burun kanunun, nime asası kanunun, nime cinayi işler kanunun, nime abdunum raylı kanunun, yani abdunomiya kanunun, hemsini Uygur halkı, Tibet halkı tüfeği dedi, közgülgini yok, onun boysunuşunun zaruriyeti yok, onun emel kılışının emeliyeti yok, onu kanunda itiraf kılışımı Uygur için aytqanda bir köngülsüzlüktir. Çünkü Cumhur Halk Cumhuriyeti degan bu hükümetning Uyg'uristonga mustamlik hukmronlik qilishini qabul qilgan birmi Uyg'ur yo'q. Bunday ahvolda sening qonuniga rioya qilish degan, qonuniga amal qilish degan nerda? Men boshda aytdim, millatlar ittifoqligini ilgari surish qonuni. Bu yerda millat bilan millatning ittifoqlashish zaruriyati bormi? Xitoy bilan Uyg'urning ittifoqlashish zaruriyati bormi? Nima zaruriyat? Xitoy bilan Uyg'ur nima ishga ittifoqlashidir? Bu nima gap, nima zaruriyat? Hech qanday butunlay mantiqiga xilof, oddiy logik savodiga xilof. Sening tuzayotgan qonunning chori yo'q.
Lekin sana çare yok. Bugün ettiği sakratga düşken devir. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti ve onun Cumhuriyet Partiyası sakratga düşken devir. Cumhuriyet Kompartiyası ve Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti alak buluş yaki hayat kılış, hayat mamatlık görüşünün evcigine keskinleşken bir devreye kirip gelgen bir cemiyet. Bunun Uygurlarla alakası yok demeyiz. Çünkü sen Uyguristan'ı müstemlike kılgan ikensen, sen kançı galcırlaşsan, şu galcırlık içinde alak olsan, Uyguristan müstemlike çavakçalıdır. Tibet müstemlike çavakçalıdır. Azatlık için tentene kılıdır, azatlık için çavakçalıdır. Demek bugün şundak dedi halkara cemiyet, hazırki siyasetin devamlaştırışının külengisi. Milletle ittifakını ilgiri sürüş kanunu şunun külengisi. Men deymen en ahir galcırlık. Men deymen sakratga düşken devirdeki tıpırlaş. Çünkü Kompartiyası demek muş işlerle birlikte ahir özünüz Allah kıldığın bir devirge teyarlı kılın. Başka yol yok. Ya aralıkta Şibaçip, Gorbaçip diyen dedim. Esası talep Allah'a yol Şibaçip. Şibaçip yolu, Gorbaçip yolu. Asasta yavru, Asya, Koroluğu'da közden gayip buluş gerek. Gevde süptü de gayip buluş gerek. Müstemlikçi süptü de gayip buluş gerek. Bugün köydünüz, İran'da etilevatkan ok Rusya'nın Cenubu dervasının tekavatıdır. İran'da etilevatkan ok Rusya'nın Cenubu dervasını tekavatıdır. İran'da etilgan ok Cunenhay'ın dervasını tekavatıdır. İran'ı mağlup kılış, İran'ı ağdırış, İran siyasi hakimiyeti, Prezident Donald Trump'ın terörist hakimiyeti. Terörist siyasi hakimiyetin yoktur. İran cemiyetini pütkül tamamen başkadan teşkilleş. Ya ki siyaset, ya ki medeniyet, ya ki korulma, ya devlet maşinisi hemmisini başkadan teşkilleş. Kıskısı İran'ı yoktur. Rusya'nın cenubudaki dervazını eçiviteş digellikte. Bunun yana bir manisi İran yoktur, İran'ın yoktur, Rusya'nın cenubunu eçiviteş digellik. Otur Asya'nın müstemlik kılgan Çar Rusya ve Leninistali Rusya'sı. Ahire Cungu'da yani Mençin hükümeti ölen keyinki hükümetler, Xitay hükümetleri müstemlik kılgan Uyguristan meselesi. Bunların hemmisi İran'ı elip taşlaş. İran'ı yoktuş. Rusya'nın cenubunu eçivitişki münasebetlik entayın eğer stratejilik siyasettir. Bugün geldi, İran'a geldi, İran'da ok etilevatıda. İran'ın haritini üçürüş gerek. İran haritinin üçürülgende Kavkaz azat buludu, Otur Asya azat buludu, Uyguristan azat buludu. Moşula bir tutaş Rus, Çarosiye, Mençen, Rus, Leninistali'nin Rusya'sı, Cumhuriyet Kompartiyası ve Cumhuriyet Komintangı birlikte yavru Asya merkezinde durup, Muşurayını müstemliki kılgan siyasetin hultaşıdır. Bugün bu hultaşını elip taşlaş, avval İran'ı elip taşlaş bilen başlan. Bunun eğerlik derdisi, çonkurluk derdisi, mana muşiyede vatandaşı.